ko'pchilikda og'riq bor. Hozir xodimlarimni o'qitib qo'ysam, ketib qoladi deydi. Undan qo'rqish kerak emas. Tasavvur qiling, siz o'qitmadingiz-da, o'sha tupoy xodim hali ham siz bilan birga. Shundan qo'rqish kerak. SMMni yoki boshqa sohani o'rganayotgan bo'lsang, birinchi navbatda pulni maqsad qilma. Shu sohani sevsang, orqasidan yaxshi daromad topa olasan. Shunaqa fail holat bo'lganmi? Masalan, siz bir ish qilgansiz, mana shu narsa qilaman, hozir yaxshi natija keltiradi biznesga ham, o'zimga ham degan fikr bo'lgan-u, lekin o'sha yaxshi natija keltirmagan. Xat sistemasi orqali profit education, haqiqiy profit education bo'lgan. Ya'ni o'quvchilar soni ortib kelgan. Talaba bu yerda faqat galstuk yoki formada kelish kerak degan narsa bilim uchun kelyapti. O'zlaringiz tayyorlagan bitiruvchilarni o'zlaringiz ishga olgan bo'larmidingizlar? O'zini sohasida, turizm sohasidagi bolalar birinchi kursdanoq pul topishga o'tgan. Aksariyat bizneslar, aksariyat marketologlar sotuvdan keyingi holatlarni ko'pincha unutib qo'yishadi. Hozir bizda plan marketing agensiya ochish. Super. Universitet ichida ekosistema marketing agensiya ochamiz. Talabalarimizni o'qitamiz. Talabalarimiz boshqa bir bizneslarga xizmat ko'rsatadi. Uzoq muddatda kim yutadi desa, muhim ishlarni zarur bo'lmagan paytda qilingan korxonalar yutadi.